Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Naqd pul, pensiyani qo'lga olish, bank kartasi. Yangi tartiblar va odamlar orasida tarqalayotgan endi pensionerlarga naqd pul berilmas ekan degan gaplar aslida nimani anglatadi? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har bir xonadonda ota-ona, bobo buvi yoki nogironlik pensiyasi oladigan yaqin inson bor. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday huquqiy va moliyaviy yangiliklarni vaqtida bilish ko'p odamni ortiqcha ovora bo'lishdan, pulni yo'qotishdan va aldanib qolishdan saqlaydi. Men avvalo eng asosiy narsani aytaman. Gap pensionerlarning pulni taqiqlash haqida emas. Hech kim pensionerning pensiyasini bekor qilayotgani yo'q. Gap pensiyani berish tartibi. Ya'ni pul qanday shaklda yetkazilishi haqida ketyapti. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiyasini naqd pul shaklida olardi. Mahallaga pochta xodimi kelardi. Ayrim joylarda pensioner o'z pochta bo'limiga borardi. Ba'zilar bank kassasidan naqd qilib olardi. Odamlar bunga o'rganib qolgan. Pensiya kuni keladi, pul qo'lga tegadi. Keyin kommunal to'lov, dorixona, bozor, nabiralarga xarajat qilib bo'linadi. Endi esa ko'p hududlarda pensiyalarni bank kartasi orqali to'lash kengaymoqda. Ya'ni davlat pensiya pulini pensionerning nomiga ochilgan bank kartasiga o'tkazadi. Pensioner shu kartadan do'konda to'lov qiladi. Bankomatdan naqd pul yechadi yoki yaqinlarining yordami bilan zarur to'lovlarni amalga oshiradi. Mana shu joyda odamlar orasida xavotir paydo bo'lmoqda, naqd pul butunlay taqiqlanadimi? Men kartadan foydalanishni bilmasam nima bo'ladi? Qishloqda bankomat bo'lmasa-chi? Kasalligi sabab uydan chiqa olmaydigan odamdan pensiyasi qanday bo'ladi? Kartadagi pulni bank ushlab qolmaydimi? Bugun men shu savollarning har biriga oddiy, tushunarli va amaliy tarzda javob beraman. Avvalgi tartibda naqd pul muomalasi juda katta edi. Pensiyalarning pensiyasi ko'pincha pochta orqali yoki kassada naqd berilardi. Bu tartibning qulay tomoni bor edi. Yoshi katta odam pulni qo'lga oladi, sanab ko'radi, uyiga olib boradi. Lekin bu tizimning muammolari ham ko'p edi. Masalan, pul kechikib kelishi mumkin. Pochta xodimining kelishini kutish kerak bo'ladi. Ba'zi pensionerlar uyda bo'lmasa qayta borishga to'g'ri keladi. Ayrim holatlarda odamlar boshqalarga ishonchnoma berib yuboradi va keyin pulning hammasi yetib kelmaganidan shikoyat qiladi. Naqd pul bilan bog'liq yana bir katta xavf bor. Pul yo'qolishi yoki o'g'irlanishi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner pensiyasini oladi, bozorga kiradi, sumkasida naqd pul turadi, keyin bir qismi yo'qoladi. Yoki uyda pulni shkafga, yostiq ostiga, eski daftar orasiga solib qo'yadi. Keyin kim olganini bilmay qoladi. Ba'zan esa yoshi katta insonlar firibgarlarning nishoniga aylanadi. Pulni tekshirib beramiz, yangi kupyuraga almashtirib beramiz. Ijtimoiy yordam rasmiylashtiramiz degan bahona bilan naqd pulni olib ketadiganlar ham uchraydi. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensiyani nazoratli, shaffof va tez yetkazishdir. Bank kartasiga pul tushsa, qachon tushgani ko'rinadi, qancha mablag' kelgani aniq bo'ladi. Pulni birdaniga hammasini yechish shart emas. Masalan, pensionerga oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya tushsa, u 500 ming so'mini bankomatdan yechib olishi. 300 ming so'mni dorixona va do'konda karta orqali ishlatishi, qolgani keyingi kunlarga qoldirishi mumkin. Bu pul bank kartasida saqlanadi va pensioner xohlagan paytda foydalanadi. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlarga, yoshi katta bo'lgani uchun telefon va kartadan foydalanishda qiynaladigan insonlarga, nogironligi bor fuqarolarga, uzoq qishloqlarda yashaydiganlarga va pensiyasini boshqa odam orqali olib kelishga o'rganib qolganlarga alohida e'tibor berishni tavsiya qilaman. Chunki yangi tartibning o'zi yomon emas, lekin unga tayyorlanmasa odam ovora bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi holat 52 yoshli ona pensiyasini doim pochta xodimidan naqd olgan. Endi unga bank kartasi ochildi. Pul kartaga tushdi, lekin ona PIN kodini bilmaydi. Bankomatga borishni ham bilmaydi. O'g'liga kartani beradi. O'g'li pulni yechib keladi. Bu yerda xavf nimada? Agar oila ishonchli bo'lsa muammo yo'q. Lekin har doim ham hamma qarindosh mas'uliyatli bo'lavermaydi. Kartani boshqaga berish, PIN kodni aytish, SMS kodini berish pensionerning pulini xavf ostiga qo'yadi. Shuning uchun men doim aytaman, karta pensionerning shaxsiy moliyaviy hujjati hisoblanadi. Uni hech kimga mutlaqo nazoratsiz topshirib qo'ymaslik kerak.
Ikkinchi holat. 18 yoshli ota qishloqda yashaydi. Eng yaqin bankomat 2 kilometr uzoqda. Pensiya kartaga tushadi, lekin har oy shaharga borish uchun yo'l xarajati qiladi. Agar pensiya 20 million so'm bo'lsa, yo'lga 7 ming so'm. Bankomatda navbatga vaqt qaytib kelishga yana ovora bo'ladi. Bunday vaziyatda pensioner bank, mahalla yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan o'z hududida qanday xizmatlar borligini so'rash kerak. Ba'zi joylarda mobil bank xizmatlari bank agentlari pochta orqali yetkazish yoki alohida toifadagi shaxslarga uyga yetkazib berish tartiblari bo'lishi mumkin. Uchinchi holat, pensioner kasal uydan chiqa olmaydi. Bunday odamga kartaga tushdi, borib yechib ol deyish adolatli emas. Shu sababli amaliyotda ishonch tuma, vakil orqali olish, ijtimoiy xodim yordamida murojaat qilish, bankka ariza yozish kabi yo'llar mavjud bo'ladi. Lekin bu ishlar og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan qilinishi kerak. Agar odam yurishga qiynalsa farzandlari yoki vasiylari avval mahalla, keyin tuman pensiya bo'limi yoki bank filialiga murojaat qilib, qanday hujjat kerakligini aniqlashi zarur. Agar pensionerning bank kartasi bor bo'lsa, u kartadan foydalanishni bilsa, yaqinida bankomat yoki bank filiali bo'lsa, do'konlarda terminal ishlasa, u holda yangi tartib katta muammo tug'dirmaydi. Aksincha, qulaylik ham beradi. Pensiya tushgani SMS orqali biladi, karta orqali kommunal to'lov qiladi, dorixonada to'laydi, pulni bo'lib ishlatadi. Naqd pulni uyda saqlab o'tirmaydi. Masalan, pensioner oyga 1 million 500 ming so'm oladi. Avval hammasini naqd qilib olardi. Birinchi haftada bozorga 400 ming, doriga 300 ming, kommunalga 200 ming, qarzga 200 ming ketardi. Oy oxiriga kelib qancha qolganini bilmay qolardi. Endi karta bo'lsa, xarajatlar tarixini ko'rish mumkin. Qaysi kuni qancha pul ishlatilgani ma'lum bo'ladi. Agar farzandi yordam beradigan bo'lsa, pensionerning roziligi bilan xarajatlarni tartibli rejalashtirish mumkin. Lekin bu yerda juda muhim shart bor. Yordam berish bilan pulni nazorat qilib olish boshqa narsa. Men qarindoshlarga ham murojaat qilaman. Pensionerning kartasi sizga ishonib berilgan bo'lsa, bu uning pulni xohlagancha ishlatish huquqini bermaydi. Har bir yechilgan pul egasiga aytilishi, iloji bo'lsa yozib borilishi kerak. Chunki pensiya bu odamning shaxsiy daromadi. Uning mehnati yoki ijtimoiy huquqi asosida berilayotgan mablag'dir. Ko'pchilik aynan shu savolni beradi. Men buni aniq tushuntiraman. Bank kartasiga o'tish naqd puldan mutlaqo foydalanib bo'lmaydi degani emas. Karta bu pulni olish va ishlatish vositasi. Agar pensioner naqd pul kerak desa, bankomatdan yoki bank kassasidan yechib olishi mumkin. Farq shundaki, pul avvalgidek to'g'ridan-to'g'ri qo'lga berilmasligi, avval bank hisobiga tushishi mumkin. Shu bilan birga ayrim holatlarda naqd yetkazib berish yoki alohida tartib saqlanishi ehtimoli bor. Masalan, olis hududlarda bank infratuzilmasi yetarli bo'lmagan joylarda, nogironligi bor yoki harakatlanishi cheklangan fuqarolarda, qonuniy vakili orqali pensiya oladiganlarda alohida yechimlar bo'lishi mumkin. Lekin har bir hududdagi tartibni umumiy gap bilan emas, tegishli tashkilotdan yozma yoki rasmiy ravishda aniqlash kerak. Bu yerda odamlarni chalg'itadigan yana bir holat bor. Kimdir naqd pul taqiqlandi deb qo'rqitadi. Keyin men yordam beraman, kartangizni menga bering deydi. Bu juda xavfli. Hech qachon begona odamga karta, pasport nusxasi, pin kod, SMS kod bermang. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi xodimi ham sizdan telefoningizga kelgan maxfiy kodni so'ramasligi kerak. Agar kimdir kod so'rasa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida masalaga bir tomonlama qaramayman. Yoshi katta odamlar uchun yangi tartibga ko'nikish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin tizim to'g'ri tashkil qilinsa, foydali tomonlari ham ko'p. Birinchidan, pulning kelgan-kelmagani aniq bo'ladi. Pensioner bankdan SMS oladi yoki bankka borib hisobini tekshiradi. Ikkinchidan, pensiya yo'lda ushlanib qolmaydi. Uchinchidan, pulni saqlash xavfsizroq bo'ladi. To'rtinchidan, to'lovlarni masofadan qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Masalan, 75 yoshli otaxonning kommunal to'lovlari har oy taxminan bitta desada 1000 so'm bo'lsa, farzandi uning roziligi bilan mobil ilova orqali gaz, elektr va suv uchun to'lov qiladi. Otaxon bankka yoki kassaga borib navbat kutmaydi. Yoki dorixonada 20 ming so'mlik dori olinsa, karta bilan to'lov qilinadi, chek olinadi. Keyin xarajatni tekshirish mumkin. Naqd pulda esa odam ko'pincha qayerga qancha ketganini eslay olmaydi. Yana bir foydali tomoni. Pensioner pulni birdaniga sarflab yubormaydi. Naqd pul qo'lga tegsa, qarindoshlar,
qo'shnilar, tanishlar qarz berib tur, keyin qaytaraman deyishi mumkin. Karta bo'lsa, pensioner pulim kartada. Kerak bo'lsa o'zim yechaman deb o'z mablag'ini tartibli boshqarishi osonlashadi. Albatta, bu hamma uchun bir xil ishlamaydi. Lekin moliyaviy intizom uchun foydali vosita bo'lishi mumkin. Endi men eng muhim xavflarni aytaman. Birinchi xavf PIN kodni boshqalarga aytish. PIN kod 4 xonali oddiy raqamdek ko'rinadi, lekin u karta kalitidir. Uni qog'ozga yozib kartaning yoniga qo'yish mumkin emas. Ko'p pensionerlar PIN kodni unutib qo'ymaslik uchun kartaning ustiga yozib qo'yadi yoki hamyoniga soladi. Bu juda xato. Agar hamyon yo'qolsa, karta bilan birga pul ham ketishi mumkin. Ikkinchi xavf telefon raqam pensioner nomida bo'lmasligi. Bank kartasiga bog'langan telefon raqami juda muhim. Agar karta pensioner nomida, lekin SMS boshqa qarindoshning telefoniga kelsa, pensioner o'z pulidan bexabar qolishi mumkin. Men tavsiya qilaman, imkon qadar bankka borib, karta bilan bog'langan telefon raqamini tekshiring. Pul tushgani, yechilgani, to'lov qilingani haqida xabar pensionerning o'ziga yoki ishonchli vakiliga kelishi kerak. Uchinchi xavf bankomatdan foydalanishda yordam so'rash. Bankomat oldida begona odam men yordam beraman desa, ehtiyot bo'ling. Karta bankomatga solinganda PIN kodni hech kim ko'rmasligi kerak. Agar pensioner bankomatdan foydalanishni bilmasa, bank filialining ichidagi mas'ul xodimdan yordam so'rashi ma'qul. Ko'chadagi begona odamga ishonish mumkin emas. 4-xavf majburiy xizmatlar. Ba'zan odamlar karta ochayotganda sug'urta, pullik SMS qo'shimcha xizmatlar, kredit takliflari bilan duch keladi. Pensioner nimaga imzo qo'yayotganini tushunmasdan hujjatga qo'l qo'ymasligi kerak. Agar bir oy xizmat pullik bo'lsa, oyga qancha ushlab qolinishi so'ralishi shart. Masalan, SMS xizmati oyga 5000 yoki 10000 so'm bo'lishi mumkin. Bu katta pul bo'lmasligi mumkin, lekin pensioner bilmasdan rozi bo'lsa, keyin norozilik paydo bo'ladi. 5-xavf qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar pensionerning sud qarori, aliment, kredit yoki boshqa ijro hujjati bo'yicha qarzi bo'lsa, kartaga tushgan puldan ushlab qolish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bu juda nozik mavzu. Pensiya to'liq himoyasiz degani emas. Lekin ayrim qonuniy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Agar kartadan kutilmagan pul yechilganini ko'rsangiz, darhol bankdan ko'chirma oling va qaysi asosda ushlanganini aniqlang. Keyin pensiya jamg'armasi, majburiy ijro byurosi yoki sud hujjatini tekshirish kerak bo'ladi. Men pensionerlar va ularning farzandlariga shuni tushuntirmoqchiman. Barcha odamga bitta qolipda qarab bo'lmaydi. Yolg'iz yashaydigan, ko'zi ojiz yotib qolgan, eshitishi yoki harakatlanishi qiyin bo'lgan pensionerlar bor. Ular uchun alohida yondashuv kerak. Agar inson o'zi bankka bora olmasa, u holda ishonchnoma rasmiylashtirish masalasi ko'riladi. Ishonchnoma notarius orqali berilishi mumkin. Ayrim holatlarda tibbiy yoki ijtimoiy holatga qarab boshqa tartiblar ham bo'lishi mumkin. Lekin eng to'g'ri yo'l avval tuman pensiya bo'limiga yoki mahalladagi mas'ul xodimga murojaat qilib, aynan sizning vaziyatingiz uchun qanday hujjat kerakligini bilib olish. Masalan, ona yotib qolgan, pensiya kartaga tushyapti, lekin bankka bora olmaydi. Farzandi men onamning pulini olib beraman desa, bank shunchaki ishonib pul bermaydi. Chunki bank pul egasining huquqini himoya qilishi kerak. Bunday vaziyatda pasport, pensionerning hujjatlari, tibbiy ma'lumotnoma, ishonchnoma yoki vasiylikka oid hujjatlar talab qilinishi mumkin. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, pulni olish qonuniy va xavfsiz bo'ladi. Yana bir holat, pensioner vaqtincha boshqa viloyatda yashayapti. Masalan, Samarqandda ro'yxatda, lekin Toshkentda farzandining uyida turibdi. Agar pensiya kartaga tushsa, bu qulay. Boshqa viloyatda ham bankomatdan foydalanishi mumkin. Lekin karta muddati tugasa yoki yo'qolsa, uni qayta chiqarish uchun qaysi filialga murojaat qilish kerakligini oldindan bilish kerak. Ayrim banklar istalgan filialda xizmat ko'rsatadi, ayrim hollarda esa karta ochilgan filialga borish talab qilinishi mumkin. Yana bir nozik masala, pensioner vafot etgandan keyin kartadagi pul. Bu yerda yaqinlar ehtiyot bo'lish kerak. Vafot etgan odamning kartasidan pul yechish huquqiy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Meros tartibi, dafn puli, oxirgi oy pensiyasi kabi masalalar alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun bunday og'ir holatda ham karta va PIN kod orqali shoshilib pul yechish emas, tegishli tashkilotlardan qonuniy tartibni so'rash kerak. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning pensiyasi qaysi usulda to'lanayotganini tekshiring.
Buning uchun tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga, bank filialiga yoki mahalla mas'uliga murojaat qiling. Mening pensiyam qaysi bankka tushadi? Karta ochilganmi? Naqd olish imkoniyati bormi? Agar men bankka bora olmasam, qanday tartib bor degan savollarni aniq bering. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank kartasi, telefon raqami, ishonchnoma kerak bo'lsa, notarial hujjat, sog'lig'i bo'yicha muammo bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma tayyor bo'lishi kerak. Hujjat yo'qolgan bo'lsa, avval uni tiklash kerak. Chunki bank ham, pensiya bo'limi ham og'zaki gap bilan pul bermaydi. Uchinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta faolmi, muddati tugamaganmi, PIN kod esdami? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqam to'g'rimi? Bankomatdan pul yechish limiti bormi? Kartadan xizmat haqi ushlanadimi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, pensiya tushsa ham undan foydalanishda muammo chiqadi. Shuning uchun kartaning old tomonidagi amal qilish muddatiga qarang. 4-qadam, xavfsizlik qoidasini o'rgating. Men farzandlarga iltimos qilaman. Ota-onangizga kartani qanday ishlatishni bir marta emas, bir necha marta sabr bilan tushuntiring. PIN kodni hech kimga aytmaslik, SMS kodni bermaslik, bankomatda begonalardan yordam olmaslik, telefon orqali kelgan kartangiz blok bo'ladi degan qo'ng'iroqlarga ishonmaslik kerakligini ayting. Firibgarlar aynan yoshi katta odamlarning ishonuvchanligidan foydalanadi. 5-qadam, xarajatlarni yozib boring. Bu juda oddiy lekin foydali usul. Daftarga pensiya tushgan sana, summa yechilgan pul, doriga ketgan pul, kommunal to'lov, oziq-ovqat xarajati yozilsa, oy oxirida pul qayerga ketgani aniq bo'ladi. 1.300.000 so'm pensiya tushdi. 400.000 oziq-ovqat, 2.000 dori, 1.000 kommunal, 1.000 transport, 1.000 qarindoshlarga yordam, 2.20.000 qolgan mablag'. Shunda pensioner ham, farzandlar ham moliyaviy holatni to'g'ri ko'radi. 6-qadam, muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling. Og'zaki shikoyat ko'pincha natija bermaydi. Agar pen tushmasa, karta ishlamasa, pul noto'g'ri ushlansa, bank yoki pensiya bo'limiga yozma ariza bering. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumotlari, manzil, telefon, muammo mazmuni, sana va imzo bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiyam falon oy uchun kartamga tushmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman deb yoziladi. Arizaning kirim raqamini olishni unutmang. 7-qadam, qarindoshlar o'rtasida kelishuvni aniq qiling. Ko'p oylarda pensionerning kartasi bir farzanda turadi, lekin boshqa farzandlar keyin norozi bo'ladi. Onamning pensiyasi qayerga ketdi? Dadamning puli nimaga kam qoldi degan nizolar chiqadi. Buning oldini olish uchun har oy xarajatlarni ochiq aytish, cheklarni saqlash, pensionerning roziligini olish kerak. Bu oilada ishonchni saqlaydi. Birinchi savol: pensiyani kartaga olish majburiymi? Ko'p hollarda to'lovlarni bank kartasi orqali amalga oshirish kengaymoqda. Lekin aniq majburiyat va istisnolar hudud, toifa va amaldagi tartibga bog'liq. Shuning uchun men hammaga bitta javob bermayman. Siz o'z tumaningizdagi pensiya jamg'armasi bo'limidan aniq javob oling. Ikkinchi savol: kartadagi pulni bank olib qo'yadimi? Odatda bank sizning pulingizni o'zicha olib qo'ya olmaydi. Lekin xizmat haqi, qarzdorlik bo'yicha qonuniy ushlab qolish, ijro hujjati yoki avval imzolangan shartnomalar bo'lsa, yechim boshqacha bo'lishi mumkin. Shubha bo'lsa, bank ko'chirmasini oling. 3-savol: bankomat pul bermasa nima qilish kerak? Agar bankomat kartani yutsa yoki pul yechilmay qolsa, darhol bankning rasmiy telefoniga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Chek chiqqan bo'lsa saqlang. Telefoningizga kelgan SMSni o'chirmang. Muammo yozma qayd etilishi kerak. 4-savol: men kartadan foydalanishni bilmayman. Pensiyamdan ayrilib qolamanmi? Yo'q, pensiyadan ayrilib qolmaysiz. Lekin foydalanish tartibini o'rganish yoki qonuniy vakil orqali yechim qilish kerak. Bank xodimlari, mahalla, farzandlar yordam berishi mumkin. Faqat xavfsizlik qoidalariga amal qilish zarur. 5-savol: naqd pul kerak bo'lsa nima qilaman? Karta orqali bankomatdan yoki bank kassasidan yechib olasiz. Agar sizning hududingizda bankomat bo'lmasa yoki sog'lig'ingizda sabab bora olmasangiz, bank va pensiya bo'limidan alohida tartibni so'raysiz. Bugungi mavzuda eng muhim xulosa shuki, pensionerlarning puli yo'qolayotgani yoki taqiqlanayotgani yo'q, lekin pensiyani olish shakli o'zgarishi mumkin. Naqd puldan kartaga o'tish ko'pchilik uchun qulaylik ham beradi. Lekin tayyorgarlik bo'lmasa,
ayniqsa yosh katta va yolg'iz insonlar uchun muammo tug'diradi. Shuning uchun men har bir pensionerga va ularning farzandlariga maslahat beraman. Kartani tekshiring, telefon raqamini aniqlang, PIN kodni himoya qiling, hujjatlarni tayyorlang. Muammo bo'lsa, yozma murojaat qiling va hech qachon begona odamga karta ma'lumotlarini bermang. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning pensiyasi qanday tartibda tushayotganini so'rang. Karta muddati tugamaganmi? Pul vaqtida tushyaptimi? Bankomatdan foydalanishni biladimi? Firibgarlardan himoyalanganmi? Shularni tekshiring. Bir qarashda oddiy ko'ringan shu ishlar katta muammolarning oldini oladi. Sizning hududingizda pensiya hali ham naqd berilyaptimi yoki kartaga o'tkazildimi? Bankomat, bank filiali, pochta xizmati bilan qanday muammolar bor? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu yerda oddiy odamlar uchun eng kerakli moliyaviy va huquqiy masalalarni tushunarli qilib tushuntirib boraman.